بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم عزيزان، محترم جماعة المسلمين، أولا mehribon va rahimli Parvardigorimiz Alloh taborak va taologa adadsiz hamd va sanolarimiz bo'lsin. Soniyan sevimli payg'ambarimiz Janob Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga va uzoqning ahli baytlari va barcha ashablariga Allohning rahmati va mag'firatlari bo'lsin. So'ngidan esa barchalaringizga va sizning timsolingizda xonadoningiz ahllari, yer yuzi o'laroq barcha mu'min musulmonlarga Alloh taborak va taoloning dunyo oxirat saodati va abadiy yaxshiliklari bo'lsin. Muhtaram azizlar, ko'rib turganingizdek, ushbu daqiqalarda barchalarimiz muqaddas dinimiz islomda mavjud bo'lgan eng ulug' ayyomlardan biri, eng fazilatli kunlardan birida alhamdulillah jamlanib turibmiz. Ya'ni u ham bo'lsa bugun muborak Ramazon oyining hayit kunlari, Eidul Fitr, qutlug' ayyom kunidir. Bugun Shavvol oyining birinchi kunlari butun musulmon olamida, xosatan yurtimizda alhamdulillah mana shunday fazilatli kunning tongga alhamdulillah otdi. Ehtimol bo'yna muazzinlarimiz masjidlar minbaridan turib azon nidolarini aytayotgan chog'larida mu'minlar qalblariga otayotgan bugungi kun boshqa kunlardan ham ko'ra fayzliroq va shukrliroq bo'lgan bo'lsa ham lekin zotan bugungi tong oddiy tong emas, bugungi kun oddiy kun emas, bugungi uyqulardan bedor bo'lish ham oddiy har kungi kabi odat qilingan uyg'onish emas. Bugun Alloh taborak va taoloning bugunning ahllariga va'da qilgan alohida marhamatlari bo'lgan. Bugun uyg'onganlar, masjidlarga oshiqqanlar, Robbilarining nidosini labbay deb qabul qilganlar, aziz boshlarini sajdaga qo'yib, Subhana robbiyal a'la, oliy va buyuk Parvardigorim barcha ayb nuqsonlardan pokiza zotdir deya sajda qilganlarga Parvardigorning alohida adab qo'yilgan ilohiy in'omlari bordir. Muhtaram azizlar, bugungi kun Alloh taborak va taolo tarafidan tom ma'noda xursandchilik qiladigan, shodlik qiladigan, shariat sharifga muvofiq bo'lgan tariqada o'yin-kulgi qilib, shariat sharifga munosib bo'lgan tariqada yer ichadigan fazilatli kunlardir. Shunday ekan muhtaram azizlar, ijozat bersangiz barchalaringizni bugungi ulug' ayyom ila qutlamoqqa ijozat bergaysizlar. Har birlaringizga kirib kelgan Eidul Fitr Ramazon hayiti muborak bo'lsin. Nafaqat sizlarga, sizni timsolingiz, xonadoningiz ahllariga, beshikda yotgan go'daklaringiz, belanchakda allab bo'layotgan nabiraviy chabiralaringizga muborak bo'lsin. Xonadoningiz, ularga qo'shib bo'lgan yurtimiz mu'minlari, balki butun kurrai zamin unda istiqomat qilayotgan har bir mu'min musulmon erkaku ayollarga Xudoyim bu kunni muborak qilsin. Yo'q, nafaqat hayotda turganlar, balki bizdan muqaddam o'tganlarga ham bu kunlar muborak bo'lsin. Oldimizdagi qabristonlarda yastanib yotganlar, har bir to'payib turgan qabr ostida makon qilgan barcha umid duolarimizga ham Alloh bu kunlarni muborak, xayr, barakot va biz tiriklar shod va xandon bo'lgandan ziyoda ularga ham shodlik va farahlik kuniga Xudo o'zi aylantirgan bo'lsin. Muhtaram azizlar,
O'zlaringizga yaxshi ma'lum, islomda har bir ibodat, har bir ishlar, amallar, bayramlar Allohning ibodatiga bog'langan holda ado etiladi. Biz bugun nima uchun bu yerda turibmiz? Siz menga savol bering. Sizda bir savol muqaddar bo'ladi. Bugun bayram bo'lsa, biz bu yerda nima qilyapmiz? Bugun ayyom akil va shurub va bi'ol yer ichadigan va halol farog'at qiladigan kun bo'lsa, biz bu yerda nima uchun jamlanyapmiz? Gap shundaki, islomda mo'min musulmonlarning har bir ishlari, shodliklari, musibatlari, farahliklari, qayg'ulari Allohga mustahkam aloqadorlik bilan bo'ladi va Allohga ibodat bilan boshlanadi. Modomiki bugun hayit kuni, bugun shodlik kuni, bugun muborak bayram ekan, mo'min musulmonlar boshlanadigan bu ulug' shodlikni Robbilariga ibodat bilan boshlaydilar. Bugun shariatimizda vojib bo'lgan 3 namozning bittasini biz bugun alhamdulillah ado etamiz. Shariatda vojib bo'lgan namoz bor. Robbilari ularga mukofot qilib bergan bu qutlug' ayyom ishkolasini ado qilish uchun va boshlanajak bu ulug' ayyomning avvalini ham bir oy davomida qilganlari ulug' ibodat, sajdalar, duolar, tilovatlar, zikr va tasbihlar ila boshqa ma'lum umidi bilan bu joyga to'planadilar. Bugun ado etiladigan namoz ham mutlaqo boshqa namoz ekanligiga nima deysiz? Bugun biz o'qiydigan namoz har kun o'qiyotganimiz namoz kabi emasligiga nima deysiz? Hozir qolganlarimiz o'qib bergan 2 rakatlik bomdoddan mutlaqo farqli ekanligiga nima deysiz? Vaholanki Eidul Fitr, Eidul Adha namozi ham 2 rakat, bomdod ham 2 rakat va boshqa 2 rakatli namozlar kabi emasligiga nima deysiz? Bugungi namozning farqi bor. Birinchi rakatida ham, ikkinchi rakatlarda ham mutlaqo farqi bor muhtaram mu'minlar. At-takbiratu zawaid deydi fiqhlarda ziyoda takbirlar bilan ado etiladi. Birinchi rakatda subhanaka Allohumma hozir ustoz o'qib berganlari kabi sanodan keyin Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. Robbim ulug'dir, Alloh buyukdir, Alloh har kattalardan katta va buyuk azamat zotdir deya Robbilarni ulug'laydilar namozga quloq qoqqanlar. Undan keyin odat bo'lgan qiroatni boshlaydilar. Shu xilda tugalgan ikkinchi rakatida rukudan oldin yana Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar deya 4-chi rakatga rukuga takbir bilan 4-chi takbir bilan rukuga borishlarini bir mulohaza qilingchi. Bu namoz bormi boshqa namozlarda? Yo'q, aslo. Bir yilda 2 marotaba shu tariqa, shu kayfiyat bilan ado etamiz bu ibodatni. Nima uchun? Nima uchun? Nima uchun bugungi ibodat farqli boshqasidan? Nima uchun bugungi ibodatlarda mana shunday vojib eng qizig'i vojib bo'lgan takbirlar bunga mashru' qilib kirgizilgan. Bugun aslini olganda Alloh ulug'lanadigan kun. Bugun aslini olganda Allohning azamati, buyukligi yana bir bor his qilinadigan kun. Amalda emas, axloqda emas, muomalada emas, yemo-ichmoqda emas, boshqa ishlarda emas, balki ibodatlarda ham boshqa kunlarga qaraganda ko'proq Parvardigor ulug'lanadigan kun muhtaram azizlar. Nima uchun? Nima uchun bugun Alloh tabolay va taolo boshqa kunga qaraganda ko'proq ulug'lanishi kerak? Ya'ni bunga boshqa kunlarga qaraganda ko'proq takbirlar aytilishi kerak. Ko'proq tasbihlar aytilishi kerak. Nima uchun bugun boshqa kunlarga qaraganda jamoat ko'proq to'planishi kerak? Nima uchun bugun masjidga kelayotgan odamlar yo'lda ham bir-birlariga muloqot qilganda Allohu akbar deb bir Allohni azamatini izhor uchun takbir aytib qo'yishi kerak? Nima uchun bugun masjidga kelayotgan mu'min musulmonlar kelishda bir yo'ldan kelib, qaytishda 2 yo'ldan, boshqa bir yo'ldan qaytishi kerak? Nima uchun bugun mu'min musulmonlar alohida g'usl qilishi kerak? Sunnat bo'lgan poklanish ishlarini bajarishi kerak.
Nima uchun bugun mu'min musulmonlar boshqa kuni bomdodga kelganidan boshqacha tariqada liboslarini yangisini bo'lmasa doimgisini yuvib poklab ingilik kiyishi kerak? Nima uchun bugun mu'min musulmonlar masjidga kelish oldidan aynan vojib bo'lgan moliyaviy ibodatlarning biri sadaqa ishlarga qobil bo'lgan kishilar namoz ado etilguniga qadar uni berib ado qilishlari kerak? Muhtaram mu'minlar, o'ylayapsizmi, bugungi kun oddiy kun emas. Biz bugun oddiy kun uchun to'planmadik, oddiy ibodat uchun ham yig'ilganimiz yo'q aslida bilganingizda. Xo'p, shunday ekan, endi siz savol bering. Endi savol tug'iladi bu yerda, nima uchun qonunlar shunday? Nima uchun bugungi kun farqli, ibodati farqli, amallari farqli? Siz ochib berganingiz kabi yana qancha ochilmagan jihatlar ham bor bu yerda. Farqli ibodat kuni ekan desangiz, ana endi buni yaxshi biling muhtaram azizlar. Gap shundaki, bugungi kun aynan Alloh taborak va taolo tarafidan belgilab berilgan Habibi Aziz Payg'ambarimiz alayhissalom vassalom taraflaridan ko'rsatib berilgan muborak bir ibodat kunidir. Garchi boshqa ibodatlar ham shunday bo'lsa-da, bu kunni alohida bayram qilishga Allohning o'zini amri yo'q, Habibining alohida ko'rsatmalari bordir. Nega deysizmi? Shuning uchunki, bu go'yo bir oy davomida Ramazon oyiga salomat yetib kelgan, kechalari shirin uyqulari buzib uyg'ongan, Robbimiz yenglar, ichinglar deb amr qilgan ekandir, yaxshi niyatlar ila yeb ichgan. So'ngra Robbimiz to'xtatinglar va kulu vashrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. So'ngra tongda oq ip bilan qora ip, kun bilan tun ajraladigan paytigacha yenglar, yeyishni to'xtating. ثم أتموا الصيام إلى الليل. So'ngra bu deyishingizni kechga qadar, shomga qadar olib boring deb buyurgan ekanida turgan. So'ngra nawaytu an asuma sawma shahri Ramadan min al-fajr ila al-maghrib khalisan lillahi ta'ala. Allohu akbar deb Ramazon ertangi kun Ramazon ro'zasini subhdan to'g'ri bo'lgunga qadar yemas ichmaslik orqali ro'za tutishlikni xolis Alloh uchun deb niyat qildim deb og'zini berkitgan. So'ngra shu niyatiga amal qilgan holda iftor paytiga qadar o'zini ham, so'zini ham kerak bo'lsa boshqa a'zolari va kerak bo'lsa Hozirlar ro'zasida aytilgani kabi qalbini ham bejon narsalarga yubormasdan salomat iftorlarga kelgan. Buning mehnat qilib, yer chopib, odam toshib, tong yopib, loy tortib, bir so'z bilan aytganda talaba halol qilgan. Ya'ni toliqqan, charchagan bo'lishiga qaramay, aql kabi iftorni qilib, masjidlarga oshiqqan. 27 kun davomida Robbisining muqaddas kalomi Qur'oni Karim tilovatlarini maroq bilan, huzur bilan tinglagan. Va bu oy ichida boshqa buyurilgan barcha amallarni qilib salomat, e'tibor qiling, salomat bu ulug' farzni ojizona ado qilgan mu'minlar uchun go'yoki, e'tibor qiling, Parvardigor olamning bu dunyoda qiladigan ulug' mukofoti marhamatidir bugungi kun muhtaram mu'minlar. Shunda olyapmanmi? Ha, Alloh taborak va taolo bu bir oylik ibodatning mukofotini oxiratga qo'ygan. As-savmuli eng qizig'i buning mukofotini o'zining zotiga nisbatini bergan mukofotini. As-savmuli ro'za men uchundir, ro'zani bandan men uchun tutadi zotan. Va ana ajri bih, zotan shunday ekan uning mukofotini ham men o'zim beraman deya birorta farishtaga ham nisbatini bermagan ulug' ibodatni bu dunyodagi mukofotining bir asari desak, bugungi kun mutlaqo xato bo'lmaydi muhtaram mu'minlar.
للصائم فرحتان فرحة عند إفطاره وفرحة عند لقاء ربه يوم القيامة. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den ro'zadorga ikkita xursandchilik bor. Bir iftor paytida, bir esa Robbisiga yo'liqqanda qiyomat kunida bo'ladi deb aytgan so'zlaridagi iftordan murod ehtimol mana shu iftor bo'lsa nima deysiz? Nima uchun bugun masjidga kirayotganimizda muxlis bandalar qo'llarini xurmolarni ko'tarib olib, marhamat qiling deya taqdim qilganlari ham shar'an asosi borligiga nima deysiz? وسن يوم الفطر أن يأكل ويستاك ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ثم يخرج إلى المصلى ويكبر في الطريق ويؤدي فطرته نقلة جلد حيث مستحب وندب يوم الفطر مستحب سنة Peygamber aleyhissalatu vesselam qilgan ish angakula bir narsani yeb olish. Biz har kuni bir oymani shu paytida nima edik? Og'zimiz erkadi. Lekin bugun endi og'zimiz ochiq. Og'zimiz ochiq zotan, lekin shu ochiqlikni amalan ifoda qilish uchun bir shirinlik, bir xurmo, bir mayiz yoki bir boshqa suv ho'plab masjidga kelishlik mustahab darajasida shar'iy amal deb qayd etilganiga nima deysiz? Nima uchun bunday masjidimiz xodimlaridan Xudo rozi bo'lsin. Ustoz domlalarimiz, Hasanbek domlalarimiz, atroflarda xizmatda turganlar shuni nima uchun tashkil qilgan? Bir sunnat barpo bo'lsin. Mayli bir sunnatda zavog'iydir, hukmi mustahablari, lekin va sunnat yo'qoldi. Mayli qanday bo'lganda ham shu ishni taqliddan ado etishga intildilarmi? Buning ham tagida shar'iy asosi bor. Muhtaram mu'minlar, nima demoqchimiz? Bugunning xursandchiligi ertaga Alloh tabolay va taolo siz kabi ixloslik, muhabbatlik, ko'zlari namlik, qalblari mahzun, tillari Allohning yodiga mashg'ul, dillari uning azamati bilan, haybati bilan sakina, halovat topgan mu'min musulmon bandalariga bir oy davomida qilgan ibodatlarining oxiratda beriladigan mukofotiga shak shubha qilmasinlar uchun zotlar hech kim qilmaydi. Bu dunyoda uning alomatini Parvardigor ko'rsatgan. Bugun hayit namoziga salomat yetib kelib, imom ijmo, yaxshi muosharat, yaxshi shar'iy munosabatlarga erkin o'zida ixtiyorli bo'lgan biron bir mo'minliklardan xoli bo'lgan mo'min musulmonlar ertaga Robbilariga yo'liqqan paytlarida bu bir oy davomida qilgan ojizona amallariga beriladigan ulug' mukofotlarga ham endi shak shubha qilmasliklar bo'ladi. Shak shubha qilmasliklar bo'ladi. Bugun baytiga to'plab o'z baytida ikrom qilib ilohiy inoyatlar, mana bunday halovatli suhbat, huzurli ibodat ado etiladigan, yaxshi bir ijobati shubhasiz bo'lgan duolar bilan siylagan Parvardigor ertaga sal kunlar yo'liqqanimizda inshaalloh bundan da ulug' mukofotlar bilan mukofotlashib inshaalloh shak shubhasiz aniqdir muhtaramlar. Ana mana shu yerlarni aytish orqali siz azizlarga bugun to'planib turganimiz va ado etmoqchi bo'lgan ibodatimizni shar'iy asoslari va uning mazmun mohiyati kerak bo'lsa va undan ko'zlangan murod nimalardan iborat ekaniga ozgina nima ishora qilgan bo'ldik. Ilohim mana shu sharaf, shu huzurni bu dunyoda totayotganimiz bu halovatni davom oxirida jannatda bo'lsin. Bo'ladi inshaalloh. Inshaalloh bo'ladi. Bugun baytiga kirgizgan bandalarni Robbim ertaga oxiratdagi baytiga ham kirgizadi. Bugun boshini yerga egdirib Robbim Alloh buyuk zotdir. Men ana hozir o'qidilar ustozimni. Ana abduka, men seni ojiz quligman va ana ala ahdika va ba'dika mastata'tu. Men senga bergan ahdimga al-misoqda berdim va odamga vafo qilaman qo'limdan kelgancha deb hozir aytdilar-u. Mana bu ma'nolar qarang, ibodat ham, mav'iza ham, amal ham,
muhit ham hammasi bir-biriga shunchalar ham mutanosib bo'ladi. O'rtada tanaffus berib, safon aytishga ijozat berishdan oldin shu turgan kunlarimizga Qur'oni Karimning oyatlarida ishoradan ma'nolar kelganiga e'tiboringizni tortmoqchiman. Astag'firu billah. Alloh tabolak va taolo shunday marhamat qilibdi. Qul ya ayyuhan nas, ey insonlar, siz bilan biz, ey insonlar, qad ja'atkum maw'izatun min robbikum, haqiqatda sizlarga Robbingiz tomonidan mav'izat, eslatma, ogohlik kelgandir. Va shifaa'un lima fis sudur, va qalblardagi kasallikka, shifolar kelgandir, shifo kelgandir. Va shifaa'un lima fis sudur, va hudan va hidoyat. Alloh e'tibor bering. Va hidoyat kelgandir, va rahmatun va rahmat kelgandir. Lil mu'minin, mu'min bandalarga hidoyat va rahmat kelgandir. Ey mu'minlar, sizlarga Robbingiz tomonidan marhamat qilar ekan. So'ngidan qul, ey habibim do'stim Muhammad alayhisolatu vassalom, ayting, nima deb aytsalar, qul bi fadlillahi va bi rahmatihi. Ey bandalar deng, sizlar Allohning fazli ila va uning rahmati ila فبذلك فليفرحوا. أنا o'sha narsa ila sizlar xursand bo'ling. Xursand bo'lsangiz Allohning fazli bilan xursand bo'ling. Xursand bo'ladigan bo'lsangiz Allohning rahmati bilan xursand bo'ling. Shodlansangiz iymon bilan, hidoyat bilan, sizga kelgan mav'iza bilan shod bo'ling deb ayting. Huwa xoyrun. Va mana shu shod bo'lmoqingiz, e'tibor bering, ana shu shod bo'lmoqingiz xoyrun mimma yajma'un. Sizlar to'playotgan dunyoning mol-mulolari va boshqa hissiy narsalardan mutlaqo yaxshiroqdir deb aytib qo'ying deydi Alloh. Ko'ryapsizmi muhtaram? Ko'ryapsizmi? Biz o'zimiz keldikmi bu yerga? Siz o'zingiz keldingizmi? Bugun Shavvolning 1-kuni o'zimizdan o'zimiz bayram qilayotganmiz. Yo'q. Islomning ulug'ligi, shariatning masalan g'arro ekanligi, buyukligi, o'zbonligini ko'ring-da. Xursand bizga nima keldi? Robbimizdan ma'rifa kelmadimi? So'zlarni tomlamiz hafizahulloh 30 kun davomida bu yerda qilgan ma'rizalar ma'riza emasmi? Bal ma'rizai lisoniyadir. Ma'rizai holiyani aytmaysizmi? Ma'rizai holiya qalblarga degi shifo keldi Xudo. 27 kun tinglaganimiz Qur'on shifo emasmi? 27 kun biz ma'naviy muolaja olmadikmi? Robbimizning kalomini tinglash orqali zohir va botin dardlarimizga darmonlar, quvvatlar olmadikmi? Qani aytingchi, kimning iymon quvvat olmadi? Kimning qalbi qo'rqmadi? Kimning axloqi tuzalmadi? Kimning e'tiqodi o'nglanmadi? Albatta o'nglangan. Chunki 27 kunlik xatmi kabir, xatmul Qur'on biz uchun ana shunday ma'naviy muolaja edi. Shuning uchun Alloh aytdi, sizlarga mo'jiza keldi, qalbdagi kasalliklarga shifo keldi va hidoyat keldi mu'minlarga va Allohning rahmati keldi. Bugun biz alhamdulillah, bugun mana shu daqiqalarda kecha xayrlashganimiz 1 yillikdek masofaga kuzatganimiz Ramazon ichi inshaalloh mana shu ulug' Xudosiga qilgan to'rt xil ne'matni haqiqiy egasi bo'ldikki, demak bugun har qancha shodlanib, har qancha hamdar aytsak sazodir. Xudo shunga hammamizni muvaffaq qilsin. Marhamat. Muhtaram sizlar,
yilgi Ramazon Sharif har yilgilardan ham ko'ra fayzliroq, futuhliroq va uni anglab yetganlar uchun, his qila olganlar uchun, zavqini tota olganlar uchun o'zgacha fayzlik keldi desak inshaalloh xato bo'lmaydi. Negaki? Chunki bu yil ham har yilgi kabi O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy hazratlari Shayx Nuriddin Xolidnazar hafizahullohning tashabbuslari bilan maqsadlarida bir yilda ado etilishi sunnat bo'lgan xatmi Qur'onlar mana 3 va 4-yildirki 27 kunlik qilib ado etilmoqda. Bugun buning o'zigina emas, bundan ko'zlangan murod barcha xatmlar 1760 dan ortiq maqsadlarimizda ado etilgan. E'tibor bering, bu xatmi Qur'onlarni bir kunda tugallanishdan murod mayli zavqi ko'proq bo'lsin, bahrasi ortiqroq bo'lsin degan ma'nodan tashqari, qo'llar bir paytida millionlab mu'min musulmonlar xatmi kamil so'ngidagi ijobat duo paytiga qo'llarni barobar duoga ossizlar degan murod edi aslida. Bandani ishi duo bilan bitadigan bo'lsa, bunday ko'zlangan murodni o'ylayapsizmi? Duo bandani Parvardigorga bog'laydigan birdan bir eng yaqin mustahkam vosita ekanini o'ylasak, bu ibodatning hosil bo'ladigan natijani o'ylayapsizmi? Parvardigor ko'pning duosini albatta ijobat etishini yoki xatmi Qur'on so'ngida duoga 4000 maloika maxsusalar tushib amin 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 deb duoga ishtirok etishini mulohaza qilsak, bu joriy qilingan amaldan ummatga, musulmon xalqiga, yurtimiz mu'minlariga yetadigan sharafni mulohaza qilyapsizmi endi? Demak, mana bu jihati birinchi fazilati bo'lsa, ikkinchisi alhamdulillah bir oylik ibodat mavsumini biz o'z yurtimizda, o'z xonadonlarimizda, o'zimiz yashayotgan manzil makonlarda tinchlik, xotirjamlik, bir so'z bilan aytganda alhamdulillah ofiyat bilan beshkast bexatar ado qilganimiz ikkinchi bir ne'mat uzmo edi. Nega? Chunki odam ibodat mavsumiga yetsa-yu, o'zida halovat topmasa, tinchligi bo'lmasa, bir ofiyatda bo'lmasa, yoki bir tashvishli holatda bo'larkan, aytingchi ibodatdan huzur ola oladimi? Mumkin olar, lekin tom ma'noda huzurni tuymasligi mumkin. Ehtimol Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalom sallallohu alayhi fa inna ahadakum lam yu'ta ba'da al-imani afdal min al-afiya. Ey ummatlarim, siz Allohdan ofiyatni ko'proq so'rayvering. Ofiyat xotirjamlikni, chunki birontangizga iymon ne'matidan keyin so'ng xotirjamlikdan-da ortiqroq ne'mat berilgan emas, berilmadi degan marhamatlari ham shu joyda namoyon bo'ladi. Bu ikkinchi ulug' bir ne'mat edi. Uchinchi bir ne'mat bugungi mavsumda, bu yilgi mavsumda davlatimiz rahbari prezident janobi oliylarni har yilgidan ko'ra Ramazon oyini alohida e'tibor berib, katta bir tayyorgarlik bilan o'tkazishga chaqirganlar va bu yilgi Ramazon oyini tom ma'noda mehr-muruvvat, saxovat va ezgulik oy bo'lsin degan shior ostida e'lon qilingan davlatimiz rahbari tomonidan. Bu aynan mu'minlarning orzulari emasmidi? Nima? Ramazon kulfat oyi bo'lsin, Ramazon baxillik oyi bo'lsin, Ramazon nima? Xayrsizlik oyi bo'lsin, nasx oyi bo'lsin, Alloh saqlasin. Yo'q, Ramazon mana aytdik yuqorida. Yuqorida aytdik-ku. Mana bu ma'nolarga muvofiq Ramazonda shu xilda e'lon qilinganligi yana bitta fazilati. Yana bir fazilati esa muhtaram azizlar, bu yil bilmadik tarixda, o'zbek davlatchiligi tarixida birinchi marta desak ham xato bo'lmasa kerak, aynan davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan vaqf xayriya jamoat fondi tomonidan va ijtimoiy ko'mak jamoasi nomidan masjidlarimizda yillar xizmat qilayotgan
har kuni 5 vaqt namozni mehrob Rasulullohga ming iztirob ila, ming hayajon ila, ming mutaassirlik ila mehrobga o'tib, minglab mo'minlar oldida namoz o'qib berib, kechasi kunduzi ularning issiq-sovuq marosimlarida xizmat qilib, mana shu muborak minbarda Xudoy Rasuldan, din diyonatdan, halol haromdan, shariatdan gap gapirib, faqat yaxshilikka chaqirib, yurtga, xalqqa, millatga, tiriklarimiz u o'liklarimiz haqqiga duolar qilib berib turgan imom domlalarimiz. Yo'q, imomlarning o'zi emas, noiblarimiz yonlarida quvvat bo'lib, qanot quyruq bo'lib turgan. Yo'q, masjidlarni tozalab, supurib, changlarni artib, Allohga qurbat umidida xizmat qilayotgan farroshlarimizgacha, ozon aytib nidoi islomni 5 nafar e'lon qilayotgan muazzinlarimizgacha va eng qizig'i bu yil mehroblarda 27 kun Allohu akbar deb sura Fotihadan tushib, Vannosdan chiqib, yana alhamdulillah, alif lam mim muflihunga yetkazib, ulug' bir sunnatni biz uchun, bizni gunohkorlikdan chiqarish va uchun ulug' sunnat Qur'oni Karim xatmini ado qilib berilgan qorilarimizgacha alohida mukofotlar berish orqali ko'ngillar olinganiga nima deysizki, bu yilgi Ramazonni fayzini, xutubini yanada ommalashganining katta bir alomatidir. Shunday bo'ldimi? Allohu akbar. Buni faqat Allohga takbirlar ila, shukronalar ila qabul qilmasdan choramiz yo'q. Va buning ichidagi xayriyalar, boshqa saxovatga oid ishlarni endi hammasiga o'zingiz bevosita ishtirokchi bo'ldingiz. Muhtaram azizlar, bugün emas. Biz bugun Ramazon hayitida turarkanmiz. Biz bilan xayrlashgan bir yillikka ketgan Ramazondan nima oldik degan savol bugun har bir mu'minga albatta ro'baro bo'lishi aniq. Siz aytasiz, Ramazonda rohatlar ilonni tashakkur sabab xotinlar bo'ldi, yig'ilib Ramazonda nazarda sabab havoyimizga sovuq ketmadi, issiq ham yo'q, sovuq ham yo'q. Ramazonda huzurlandik sabab mana biz aytgan yaxshiliklarni eshitdik, suhbatlar, hammasi yaxshi. Hammasi to'g'ri. Lekin Ramazon ro'zasini farz qilishdan Xudoning bir murodi bor edi. Buni domlamiz necha marta bu minbarlarda aytganlar va siz eshitgansizki, Alloh taoloning o'sha murodi nima edi? La'allakum tattaqun. Sizlar ey bandalar, iymon keltirganlar, taqvodor bandalardan bo'lardi ekansiz deb, men sizlarga, avvalgi qavmlarga farz qilinganidek sizga ham ro'zani farz qildim deb aytgan edim. Demak, biz bir oy taqvodor bo'lish uchun nima qilamiz? Olishimiz, urinimiz, jiddiyat qilamiz. Bir oy masjidga kelganlar nima uchun kelyapsiz? Taqvodor bo'lishga kelyapman desa xato qilmasak. Xato bo'lishda bo'ldi. Hakikatmi? Masalan, to'g'ri, lekin taqvodor bo'lish uchun kelyapman. Nima uchun tutyapsan o'zi? Taqvodor bergan ekan desa to'g'ri, lekin taqvodor bo'lish uchun tutyapman desa, yana ma'noda to'g'ri bo'ladi. Demak, biz bir oy taqvo muolajasini oldik masjidlarimizda. Oldingmi? Rahmatulloh domlamiz misollarida barcha mehroblarda haqiqiy o'tib bergan qorilarimiz tilovat qilgan Qur'on biz uchun aynan mana shunday muolaja barnomasi edi. Xudo hammamizni dardimizga qarab muolajalarni bir-bir jo'natdi. Bir oy haqida qatnashgan odamlar bugun ro'zadan chiqargan mutlaqo boshqa insonga aylanib qolajak va shunday ham bo'lishi kerak. Eng avvalo e'tiqodlari nega? Chunki Qur'oni Karim boshidan oxirigacha Allohning birligi borligi, yakka yegonaligi, butun olamning mutlaq ekani va qiyomat iymonga daxldor bo'lgan barcha oyatlar zikrini alhamdulillah qilgan uchun
ikkinchisi ibodatda mustahkam bo'lib qoladi. Chunki Alloh tabolay va taolo necha o'rinda namozga, ibodatga urg'u berib chaqirgan oyatlarni tinglaganimiz uchun. Va uchinchisi, biz uchun muhimi axloqimiz o'zgarib, o'nglanib, sayqallanib qoladiki, bir oy davomida Parvardigor bizlarni axloqimizni o'nglaydigan oyatlarni nozil qilib, bizga tilovatini eshittirgani uchun. Bugun Ramazon ro'zasidan chiqqan odamlarning so'zlari shirin bo'lib qoladi. Dag'al gapiradigan odamni tili dag'allikka kelmay qoladi. Chunki Xudo aytdiki: "Va qul ibadi yaqulu allati hi ahsan." Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, bandalarga ayting, ular gapirsalar faqat yaxshi gapirsalar, inna shaytona yanzagu baynahum. Chunki shayton sizlarni ularning orasini bo'ladi, inna vasvasa qiladi. Inna shaytona kana lil insani aduwwan mubina. Zotan shayton inson uchun ochiq ravshan dushman bo'lgan oyatni o'qidilar, biz eshitdik. Endi tilimiz faqat yaxshi gapga keladigan bo'ladi. Tilimiz yaxshi gapga keladigan bo'lmasdan tilimizdan g'iybat va shikoyatlar chiqmay qoladi. Chunki Alloh kecha bizga ey mu'minlar, ba'zingizni biringizni g'iybat qilmasin. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi mayta. Axir birortangiz, bir birodaringiz o'lib qolsa, uning murdor go'shtini yeyish yaxshi ko'radimi? Fakarihtuhu, yomon ko'rasizlar-ku, shunday degan g'iybatini qilmang degan oyatlarni Xudo bizga tilovat qildi. Yo'q, tilimiz shirin bo'libgina qolmay, g'iybatlarga borishdan to'xtab qolgani mumkingina qolmay, endi biz o'zimizda sodir bo'ladigan tilsiz ko'z ishoralari bilan bo'ladigan masxaralardan ham o'zidan o'zi o'ylanib qolar ekanmiz. Chunki Alloh tabolay va taolo la yasxar qavmun min qavm, biron bir qavm boshqa bir qavmni masxara qilmasin. Asa an yakunu khayran minhum. Ehtimol kulayotgan qavm, masxara qilayotgan, kulayotgan qavmdan masxara qilayotganlardan Xudo nazarda yaxshiroq bo'lsa. Biz shuni o'qidik, eshitdik, ustoz o'qib berdilar, hammamiz tingladik. Bu dori va shifo liman sudur, qalblardagi illatlarga shifo keldi dedi Xudo. Shifo kelgan bo'lsa, endi uning asari ko'rinishi kerak. Iymonda ko'rinsin dedik e'tiqodda, amalda ko'rinsin dedik ibodatda, axloqda ko'rinsin dedik mana ma'naviyatda. Bir oylik ibodatni foydasini ko'ryapsizmi? O'ylamang, nafsimizga foyda qilarkan, zaharlar surib yo'q ey. Uni boshqa zaharni survorsa ham bo'ladi, boshqa paytda emasdan chiqmasda. Bu Xudoning murodi boshqa edi mutlaqo. Mana bu ma'nolar endi ko'ring muhtaram mu'minlar. Endi Ramazondan chiqqan odam ko'chalarda odob bilan yuradigan bo'ladi. Tez yurgan, oqsa yuradigan, shoshilgan, miyona yuradigan bo'ladi. Chunki Alloh tabolay va taolo wala tamshil ardi maraha, yer yuzida yurganda kekkayib maqtanchoqlik bilan yurmaydi deb Xudo bizga tilovat qildi. Innahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Zotan Alloh har bir maqtanchoq mutakabbir kishini kimsani yaxshi ko'rmaydi dedi. Wala tusa'ir khaddaka lin-nas, insonlarga yuzingni bujmay qaramagin dedi. Qaramay qolarkan, kularkanmiz. Mana taqdim qilingan matnda yozibdilar. Ibtisamuka fi wajhi akhika sadaqatun. Payg'ambarimiz alayhisolamning so'zlari. Birodaringning yuziga tabassum bilan qarashingdan sadaqa ekan. Sadaqa Xudoning g'azabini so'ndiradigan narsa. Sadaqa o'tilib kelgan tilamchiga ko'rpa ostiga uzib, sholcha ostiga, kigiz ostiga tashlab qo'yiladigan bir narsalarga to'plaganda bir narsa keladigan arzimas pullarni berishlik sadaqa emas. Sadaqa bu ibodat, sadaqa bu ongli ravishda niyatda bajariladigan amal. Vaholanki zakot ham sadaqa edi. Va shundan niyatlar asli amal niyat. Mana bu ma'nolarni ko'ryapsiz muhtaram mu'minlar. Qaysi birini aytaylik, afsuski vaqtimizga belgilangan shariat belgilangan vaqt onlara yaqinlashmoqda. O'zingizni uning ibodatga hozirlang. Biz bugun ibodatdan qaytarganmiz, o'ylaylik, Ramazonimiz berdi.
tez yuradigan, sekin yuradigan, birovlar bilan olishib yurganlar olishmaydigan bo'lib qolar ekan. Chunki Xudo aytdi: "Va ibadul rahmani allazina yamshuna alal ardi hauna." Rahmonning sevimli bandalari yer yuzida xokisorlik, bosiqlik bilan shoshilmasdan yuradilar dedi ekan. Va idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bordi ularga bir jahil nodon kimsalar bir xitob qilib o'salar, bunday bo'lib ketdingiz desa, qalu salama. Omon bo'linglar, salomat bo'linglar, men shoshilayotgan edim deb ular bilan teppa-teng olishmasdan ketaveradilar. Islom o'qib beradilar, so'raydigan hammamizniklarga necha bor o'zimizniklar deyishadi. Alhamdulillah. Bu yil xatini nechiqisini shu masjidda o'qib, alhamdulillah. Va huzur topganimiz uchun shu yerda ketgimiz kelmay qoldi. Mana bu ma'nolar inshaalloh biz uchun bir oylik muolajaning ba'zi bir alomatlari edi. Qolganlarni aytamiz inshaalloh. Bugun so'zlarimiz juma namozilarida va boshqa suhbatlarda inshaalloh aytib berajaklar. Xulosa kalom muhtaramizlar. Bu yilgi Ramazon biz aytmaganimizda ham o'zlaringiz uchun bilganingizdek mana shunday izzat nima deysizlar o'zi shunday. Shunday bo'ldi. Bu yilgi Ramazon haqiqatda qalblar emas, jasadlar emas, badanlar emas, qalblar, ruhlar, ko'ngillar inshaalloh xursand bo'ladigan muborak mavsum bo'ldi. Iloho bu shodlik, bu yetgan baxtlar yangi Ramazonga qadar farq bo'lmasin. Ziyoda qilsin, Parvardigor har inson buni kam qilmasin deb duolar qilib qolamiz. Va vaqtimiz bo'larkan yana bitta xursandchilikni aytib so'zimizga xitam muhim misk bo'ladi inshaalloh deb qilamiz. Bu yilgi Ramazonning eng katta yutuqlaridan biri desak xato bo'lmaydi. Yurtimizda ikkita islom va musulmonlar manfaati, buyuk allomalar, ajdodlarimizning ruhlari shod bo'ladigan ikkita buyuk ish amalga oshirildi. Eng katta ularning biri Toshkentda 9 yil yaqin davomida boshlangan Islom sivilizatsiyasi markazi deb atalmish katta bir majmua qurib bitkazilib, kecha alhamdulillah davlatimiz rahbari boshchiliklarida yana katta tantanalar bilan ochildi. Allomalarimiz, buyuk yuqorilarimizni ilmiy, ma'naviy merosini o'zi jamlagan ilm va boshqa ma'rifatga xizmat qiladigan buyuk bir maskan. Xudo xalqimizga muborak qilsin. Ikkinchisi, bundan kam bo'lmagan, balki sharafda bir-biri bilan o'zishga harakat qiladigan muhtasham majmua Samarqanddagi Bayariq tumanida Hazrati buyuk muhaddis Amirul Mu'minin hadis Muhammad ibn Ismoil Abu Abdullah al-Buxoriy, Imom Buxoriy rahimahulloh nomlaridagi katta majmuani alhamdulillah bitkazilib, uni ham alhamdulillah bugun ochilishi. Kecha davlatimiz rahbari ishtiroklarida Qur'onlar o'qilib, katta duolar bo'lib, bugun birinchi xatmda kechasi birinchi hayit namozi ular ham to'plandilar. Mana bu ishlar ulug'larini yurtni e'zozlagan yurt inshaalloh ulug'likka nisbatlangan bo'lsa kerak. Shularni so'zlari, nasihatlari inshaalloh xalqimizga axloqni inshaalloh kelsinlar va bular qiyomat islomning foydasi, ummatning manfaatiga xizmat qilishini Parvardigor olamdan so'raymiz. Belgilangan vaqtimiz va o'zimiz yurtimizni solidagi xursandchilikni ustoz ilova qilayotganlar, biz xizmat qilayotgan masjid Xalqaro Robiya Xo'jaeva rasmiy nom masjidimiz ham Qizilchiq o'rnida bo'lib, ko'p nima deydi, noqulayliklarga sabab bo'layotgan bu masjidni qayta qurishga ruxsat berilganligi ham inshaalloh bizga katta xursandchilik xalqimizga. Alloh bu baytni tezroq bitib, mana bu masjidlar kabi xizmatga kelishini Alloh o'zi muvaffaq qilsin va Sorijanoba tumani, Qo'shtepa tumanida yangi masjidimiz ochilib, yana birinchi hayitda maşallah va Qotorxon, Yozyovon tumanidagi Qotorxondagi ikkita masjidni ochilishi. Allohu akbar. Ko'ryapsizmi muhtaramlar? Xudo barchalaringizga bu muborak kunlarni tom ma'noda muborak qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sofar aytamiz, oldidan namoz o'qiymiz. Namozimiz bugungi namoz vojib namoz. Boshqa
harakatdan iborat vojib bo'lgan hayit namozini, hayit namozini barcha takbirlar bilan ado qilishlikka ushbu imomga ixtiyor qildim. Xolis Allohdan uchun mayli qo'llarni tomonga Allohu akbar deb qilamiz. Subhanaka Allohumma sanoat so'qiladi va Allohu akbar 3 marta takbirlar aytamizda takbirlar orasida qo'llarimiz ويرسل في قوة الركوع وبين تكبيرات العيدين. Keyin imom sura zam sura ruku sajda ikkinchi rakatda sura zam suradan keyin rukudan oldin 3 marta Allohu akbar deymiz. Olimlar yo'limizda 4-chi takbir bilan borib salomlardan keyin imom xutbalar Ramazon hayit xutbasini keyin duolar bilan inshaalloh xalqimizga ijozat beramiz. Duo qilaylik, amin. O'zingga hamdlar, habibiga salovat va salomlar bo'lsin. Alloh o'zimizdan endi ehsos qildik, qanday ne'matlarni yashaganimizni qanday ilohiy marhamatlaringni bizga inoyat qilganligini sezdik. Allohim shu gaplar gapirilmasa, diniy shuni suhbat o'laroq matn o'laroq taqdim qilinmasa, g'aflatda qolgan ekanmiz. Alloh g'aflatlarimizni kechir, xatolarimizni afv qil, bergan bu ne'matlaringni qadrla, asrar orayda shukronasi ibodat bilan, yaxshi muomala bilan, yaxshi bandalik bilan ado qilishimizga o'zing yordamchi bo'l va ado etadigan namozlarimizdan nechkas bexatar salomat ado qilib, senga taqdim qilishimizga Alloh hammamizga yordamchimiz bo'l, ya arhamar rohimin. Ushbu imomga ixtilof qilgan holda xolis sen uchun ado qilishlikka Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر.
لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آمين آمين يا رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم، جزاكم الله. تقبل منا يا ربي إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا بالقرآن العظيم واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. يا الله يا ربي وزي حمزة حبيبك صلوات وسلام الرسول يا رسول الله أجمع من بدل الرحمن ومغفرة الحسن يا الله وزي الغريب عاجزان أضاف لي كل مصدر المسلسلات أضاف لي البرج أسس أوتر المسلسلات أطول المسلسلات المسيرة ربي كشر يخشى من الذي مسلم مخلص كل ذي خطوة يا الله برج المسيرة جاهدين يا الله بسبيل قلب المسحل ونعم أدوري بخزر الحوار برنا ترقل المصطفى تكبس إن خبر برد الغرام عمي الأبار عميما كلامي الأبار كلامه من رب المسلم دعا المسحل والقد صريح كلام سكي لقدر صريح كلام من بلد ننكد صريح كلام جوابات وزن مسكا أخر مسكا أطوال مسكا سريع وطنكي جوابات ونوشد المسحل نشوف المس شحر مسمو والمسلم والحق جوابات نتقيون نتنكم ليس لي مليون فأجبك على هذا كشفت المؤمن الذي حضر يا الله إجابات وضع لنا فقط حياة الدنيا ويرجع حاصل الدنيا باقي كلا الميان مولانا أسر لك مسافر لك غايب لك إجابات فقط حياة الدنيا قبل الصلاة يستغل مكان قبل أصلي فرجع على قوم أحد الإجابات المؤمن يا الله وكان الكثيرين حين الأشياء نظام الله أخبرنا أبوك العلميان يرجون الله الذي رأيت له والسيد تسلمنا الرسول الكتب في كامل وتعديل يرتكب السرية والإماس تسلم شفاعة والقيام والتجيب شيئا الله نسيب كان يا ربي كل حياة المسيح آخر النظام آخر الحياة آخر حدم والمسن يلوسي لريها نظام الأرجل يخشى الإسلام يخشى الحياة يخشى أمر الأرجل إرادة الوتديان إطاعة الوتديان يخشى الذين الإيمان ونقول يشهدنا بارك الأرجل يا الله والله يطلب الدين خاطر سفر وقيا تجي من سبب ونبريان بارك الشباب أولاد
yangi ochilgan masjidlar, mana bu katta markazlar, majmualarni Xudo muborak qilgin. Ya Alloh, bugun baytingga to'plangan har birimiz hojatimiz bor. Bugun joy namozlar, qo'ltiqlar, asfaltlarda, sovuqlarda, izg'ini to'ldirib suhbat qilgan, senga ibodat qilgan bu bandalarning so'rovlari bor. O'zing bilgan, biz tilimizni yig'magan, o'zing ma'lum bo'lgan manfaatlarimizni karamingga berib xursand qilib jo'nat. Irodatingdan halovat toptirganing, sajdalardan huzur toptirganing kabi duolarimizni ijobatini ko'rsatib huzurlantirgan. Rahatlarga yetkazgin. Har qanday mo'min dunyoga kelibdi, ko'ngli ko'zi to'lib xursand bo'lib, dunyodan ko'chishni Alloh nasib et. Hech kim dunyodan ko'ngli keldik bo'lib o'tmasin. Parvardigorimizdan mana shunday mehribon va rahmli zotsan. Ya Alloh, bizlarni bugun yaxshi kunda o'tgan ota-onalarimiz, pir ustozlarimiz, masjidlarda xizmat qilgan barcha yaxshilarimiz Alloh rahmati va mag'firatlariga sazovor qil. Alloh ichimizda bemorlar bor, shifo ber, qarzorlar bor, najot ber. Boshqa olamlarni ham hojatini bitkaz. Ya Alloh, ya Alloh, qanday talablar bor, nabiyat talablarimiz bor. O'z karamindan adolat qilib, ularni qo'lga ko'rganlarini o'zing to'ldirib qo'ygin. Parvardigorim, bugun mana shu ichimizda o'tirgan nuronilar, ulug'lar, kattalar, kichiklar, ichimizda mana bunday yosh har bir katta kichikni Xudo barakotiga bu duolarimizni ustoz muftiy hazratlari boshqa masjidlarda minglab qo'l ochgan omillarga qo'shib, ular qatorida bizni ham hojatlarimizni ya Alloh o'zing karam qil. Kunimizni ibodat bilan boshlab berding, oxiriga qadar ibodatni yaxshilikda o'tishini Xudoyo o'zing ta'min qil. Va sallallohu ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Oxirgi duo kechadan beri ichki ishlar, tegishli idoralar, boshqa xodimlarni xizmat qilib, hozir ham kuzatishga duo xizmatlarni qabul qil. Ular namozini o'qilmaydilar, bechoralar uchun bir aytgan tovush bo'lmasindir. Namoz o'qib ajr olganlarni ajrini bering ularga ham. Ular xizmatlarni evaziga dunyo oxiratlarini obod, tarbiyalangan farzandlardan abror axyorlar chiqar, ilmlarni xodimlarni chiqar. Doim baytini ovoz xizmatini qilarkanlar. Aziz ularni dunyo oxiratda Xudo aziz mukarram qilgan. Hammalariga qadamlariga hasanot, umrlariga barakot, muradalar, ulug'lar, hammamiz o'tirimiz Xudo hamisha yaxshiliklar qilgan. Xizmat qilayotgan Hasanbek domlamiz, marhum Islom barakamiz, hojilarimiz, o'rtoqlarimiz hamma umidi duolarni shu yaxshi soatlarda rahmating va mag'firatlaringga duo qilgin ya arhamar rohimin. Barchalaringizga ayyomlaring muborak bo'lsin. Assalomu